Bo'yin achchiq osh premiumdan endilikda 120 ming so'm. O'rtoqlar, hozirgi paytda internetda eng shov bo'layotgan xalq dardini men eng gilamli anaqasini ochib beraman sizlarga. Bo'yin achchiq osh premiumdan endilikda 120 ming so'm bemalol xudo xolisa bitta bo'yin kelib 3 kishi maza ovqatlanishadi. 120 ming so'm 3 ga bo'lsa necha bilan 40 ming so'm. 40 ming so'mdan bo'yin yegan odamlar bormi? Bormi Sarvar aka? 4 kishi ham to'yadi lekin. 4 kishi yesa misol uchun necha bilan tushadi? 30 ming so'mdan. Shunaqa. Voy, uyat вообще 30 ming so'mga hatto ko'chada lavash ham bermayapti to'g'risi. O'rtoqlar, hammanglarni achchiq osh premiumni kutib qolamiz. Endilikda sinfdoshlar bilan keladigan bo'lsanglar, ajoyib yana setlarimiz bor. Xudo xolisa bizdan uzoqlashmanglar. Mana shu videoni maksimal darajada hammaga tarqatib tashlaylik, xudo xolisa. Hozir bu aksiya ma'lum bir miqdorgacha ham bo'ladi. Agar ma'qul kelib, xudo xolisa xalq davay deb podeshga beradigan bo'lsa, inshaalloh achchiq osh premiumdan Sarvar ekan xudo xolisa bu narsani yana yo'lga qo'yadilar. Sizlar uchun ajoyib bo'lgan. Post qo'ygan kunimizdan o'sha boshlanadi o'rtoqlar. Bangilab tashlaylik. Eng chiroyli kommentariy yozib, ana shu kommentariyingiz eng ko'p like oladigan bo'lsa, o'sha insonga bitta mana shunaqa bo'yin qilib beramiz. 3 kishi kelib maza qilib ovqatlanib ketadi. Qani ketdi jigarlar? Yana nima kerak sizlarga?